Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bugun 2025-yil 15-aprel sanasiga ko'ra 2 yoshlik Big Ben daraxtlarimizni ko'rsatyapmiz. Juda ham hosildorlikda qo'yib olgan. Mana baquvvatligi 2 yosh qo'yib meva olgan. Xudo xolasa buni pishganda ham to'liq videolarni qo'yib boramiz. Agrobog'bod kanalini kuzatib boringlar. Shoftolni bir 20 xildan ziyod turi bor mavjud. Xudo xolasa elga, xalqqa shular yetkazib berishga harakat etamiz. Lekin 2 yoshli daraxtga bu juda ham zo'rda, juda ham mana. Bu meva qarang, hammasini ushlagan. Hammasini yetkazib beralarmikan-ne? Buni ko'raylikmi? Kommentariyada o'zlaring bog'laringga qanaqa e'tibor qilsanglar yozib qoldiringlar. Shular bo'yicha biz ham e'tibor qilamiz. Balki bilganlarimiz bor, balki bilmaganlarimiz bor. Yozib qolishdan so'rab qolardim. Mana barmoq, chilikcha barmog'im bilan teng ko'chat. 2 yoshda-da, lekin shu ham quyib meva solgan mana. Ekilgan, kesilgan 1 yosh, mana 1 yosh shu belgi shoxlar chiqyapti. Xudo xolasa, ba'da tayyor ko'chatlarimiz bor. Mevani yaxshi olgan. Xudo xolasa bel 3 kilo, 5 kilodan bo'lsa ham mevalar olib turamiz degan maqsadda. Sog' bo'ylab bizni kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham yangi yaxshi tavsiyalar berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Biz hali yosh bog'bonlarimiz, lekin tajribamiz chep-chep bor. Xudo xolasa dorilashlari bo'yicha, boshqa narsa ko'chatlari bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz 99-346-46-99 raqamiga bog'lanishlar mumkin bemalol. Iloji boricha to'g'ri ma'lumot berishga harakat qilamiz, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.